Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aka-ukalarimiz, xush kelibsizlar kanalimizga. Gapni qisqasi, aka-ukalarimiz mashinamizni sotishimiz kerak. Bu mashinamiz Opel, ya'ni Opel Duty bo'ladi. Motoriga kelsak, aka-ukalarimiz 1.6 prostoy. Siz ko'rib turibsizlar, mashinada kraskasini, svitlarini so'rashlaringiz mumkin. Mashina dokumenti, hujjati qancha bor deb laboga yozib qo'yibdi. 2026, ya'ni 1 yil srok bor, 1 oy bo'ldi shu mashina dokumentini to'g'rilagani aka-ukalarimiz. Endi mashina adresiga kelsak, aka-ukalarimiz Nosir Xusro Bishkin rayonida bo'ladi, ya'ni Bagon qishloqda deymiz aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Mashina narxini videoning oxiriga aytsangiz, mashina narxini videoning oxiriga aytamiz. Endi so'rashlaringiz mumkin, narxini oldindan aytib. Mashina narxini aka-ukalarimiz 30 ming somon deyapti, yana muomalasi bo'ladi deyapti. 1 yillik dokument bilan beraman dedi. Xolosa dedi, nomiga o'tkazib beraman deyapti aka-ukalarimiz. Endi nomer-pullar bilan xolosalaringiz vaqtinchalik daveniyasini beradi shu akamiz. Endi gapni qisqasi, aka-ukalarimiz mashina narxini 30 ming somon deyapti. Agar kimdaki poложение qiyin bo'lsa dedi, mayli dedi, mana shu mashinada yarim pulni bersa ham dedi, keyin yarim pulni dedi. Akamiz o'zi aytayapti, yana kelishib olaveramiz, qanchadir muddatda bersa deyapti. Ekranga WhatsApp telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon nomerlariga WhatsApp ham ulangan, promay telefon qilsalaringiz ham bo'ladi aka-ukalarimiz. Xulasa, mashina obzorini sizlar bilan tanishtiraman. Ichkarini ham hozir polni sizlarga video obzor qilib ko'rsatib, sizlarga chiroyli qilib syomka qilamiz aka-ukalarimiz. Ma'lum kelmasa shu videomizni boshidan bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Aziz aka-ukalar, marhamat, mashina obzorini tomosha qilingizlar. Aka-ukalarimiz mashina obzori bilan tanishib o'tingizlar, marhamat. Balonni sostavlari aka-ukalarimiz. Yo'q holati. Aka-ukalarimiz mashinani utilizatsiyadan chiqargan, ya'ni mashina utilizatsiya bo'lgan aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizdek, polni 1 yillik ro'porosa dokumenti bor. Ya'ni 1 oy bo'ldi dokument qilganimga deydi. Mashina kraskalarini tomosha qilingizlar aka-ukalarimiz. 30 ming somon deyapti. Yana muomalasi bor. Kimdaki olaman desa, yarmini oldin berib, yarmini keyin bersa ham bo'ladi deyapti akamiz. Endi shunday variantlar ham bor. Ya'ni o'zimiz obunachilarimiz yozgan edi, bilan mashin chiqqan Muslim ofitser, masalan, yarmini berib, yarmini keyin ham beradigan mashin chiqar degan aka-ukalarimiz mana shu videomizni podlistga qilib jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz aziz aka-ukalarimiz. Конечно, hozir kapotini ochib qo'yibmiz, sizlarga motorni ko'rsatamiz. Mana balonni sostavlagan aka-ukalarimiz. Mana aka-ukalarimiz, marhamat, mashina ichkari saloni bilan tanishamiz. Mashinamiz mexanik bo'ladi. Magnitofonlar bor. Mashinamiz bir konditsioner aka-ukalarimiz. Mashinada luk bor. Mashina yangi chuqur qo'ygan aka-ukalarimiz. Mashinamiz toza. Mashin toza saqlangan. Arqa holati bo'ladi. Mana chuqurlar aka-ukalarimiz. Masalan, qorong'i e'tibor bermaysizlar. Mana mashinada oldi holati bo'ladi aka-ukalarimiz. Mana mashinamiz Opel Duty 1.6 motor, ya'ni prostoy aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz shofyor taraf buni yerda yopib oynasi singan dedi. Agar kimdaki olmoqchi bo'lsa dedi, mana shu oynani akamiz aytayapti, o'zim qo'yib beraman deyapti aka-ukalarimiz. Bitta shu oynasi yo'q, singan dedi aka-ukalarimiz. Mana shunda oldi holati. Mana shunda oldi holati aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz uning bagaji. Qorong'i e'tibor bermaysizlar. Bagaj. Faqat sizlarga cho'tki mashina chiqaramiz aka-ukalarimiz. Faqat mashinamiz benzinda yurgan. Mana zapaska bu yerda bor aka-ukalarimiz. Mana zapaska. Buni bagaji bo'ladi. Chashkalar zavodskiy holda turibdi. Aka-ukalarimiz mashinamiz kraska urilmagan, ya'ni o'zini radnoy kraskasi deyapti. Kimki olmoqchi bo'lsa, ekranda nomerlarga bemalol telefon qilsalaringiz bo'ladi. Shu telefon nomerimizga WhatsApp ham ulangan aka-ukalarimiz. Mana mashina dokumenti 2026 to'g'rilangan 1 yillik dokumenti bor aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz mashina motori 1.6
prostoy bo'ladi aka-ukalarimiz. Mashina bir kalta zavod bo'ladi, shundan minib ketaveramiz. Nima deymiz? Videomizni tugatib qolamiz aka-ukalarimiz. Mashinaning narxini, dokumentni sizlarga qo'yib aytib o'tdim. 1 yillik dokumenti bor. Utilizatsiya bo'lgan 30 ming somon deyapti. Variantlar mashinada yarim pulni berib, yarmini keyin ancha muddatdan keyin bersa bo'ladi degan gaplarni gapiryapti akamiz. Mana mashinada yana sizlarga ko'rsatib o'taman akamiz. Mana mashinamiz. Aka-ukalarimiz mashina adresiga kelsak, mashinamizning adresi Nosey Xusrov, ya'ni Beshkin rayonida bo'ladi. Vagon qishloqda aka-ukalarimiz nima deymiz? Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Xayr, omon bo'lingizlar.